Assalamu alaykum hörmətli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızğa xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Amerika hökumətinin 46-cı növbətlik prezidenti Demokrat Partiyasından bolğan Joe Biden 20 yanvar günü Washington şəhərində ötküzülgən həşəmətlik mərasimdə qəsəm verib rəsmi vəzifə tapşırıb aldı. Joe Biden və onun muavini Kamala Harris xanım ənənəvi qaydalar boyunca İncilni tutub turub qəsəm berdi hamda özlərinin Amerika xalqı üçün bejandillıq bilan xizmət qiladiganligini bildirdi. Buningdan ilgari yangi navbatlik hökumətning ko'plagan masalalarda ilgirki asos bo'yicha yangilik yaratishga kuch sarf qiladiganligi ta'kidlangan edi. Oqsaroyga ko'chib kirgan kunning o'zida prezident Joe Biden virus, yordam puli tarqitish, ko'chmanlar masalasi qatorliq temalar bo'yicha 17 turlik ijroiya buyrug'iga imzo qo'ydi. Bo'libmi uning qonunsiz bo'lib qolgan ko'chmanlarni Amerikaning an'anaviy qimmat o'lchami bo'yicha yangi hayotlik makoniga ega qilish haqidagi va'dasi millionlagan kishilarning olqishiga erishdi. Joe Biden boshchiligidagi yangi navbatlik Amerika hukumati vazifa topshirib olishdan bir kun burun Amerikaning yangi tashqi ishlar ministri bo'lish oldida turgan Antony Blinken apandining Donald Trumpning Xitoy haqidagi ko'z qarashlari bakmo o'rinliq. Xitoy hozir Xinjiangda qirg'inchilik qilyotdi deb ko'rsatishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'urlarning zo'r olqishiga sazovor bo'ldi. Reuters agentligining 19 yanvardagi xabarida aytilishicha Antony Blinken bu vaqtda qilgan so'zida Xitoyning haqiqatan Amerika uchun eng og'ir tahdid bo'lib kelayotganligini, shunga bundan keyingi xizmatlar uchun ikki partiya hamkorligining amalga oshishi texmo tez bo'ladiganligini alohida ta'kidladi. Muxbirlar uningdan Mike Pompeoning Uyg'urlar qirg'inchilikka uchrayotdi degan qaroriga siz qanday qaraysiz deb so'raganda u ikkilanmasdan bu mening qarorim degan. Shundaqla bu vaqtdagi tegishli tadbirlarni ijro qilishning o'zi ishga tushgan dastlabki bir oy ichidagi muhim ishlar qatoridan o'rin oladiganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, u Donald Trump hukumatining Hong Kong va Tayvan masalalaridagi qarashlarini muayyanlashtirgan bo'lib, bir qism analizchilar buni navbatdagi Amerika tashqi siyosatining cho'ng jihatdan o'zgarmasdan davom qilishidan derak beradi deb qaramoqda. Amerikaning prezidentlik saylami mezgilida Joe Biden Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrayotganligini ko'p qitimlab oshkora so'rovlarda tilga olgan hamda Uyg'urlar masalasi tufaylidan Xi Jinpingning uchiga chiqqan siyosiy do'kchak deb tanqidlagan edi. Hörmətli izləyicilər, Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa əpəndim Donald Trump hökumətinin 19 yanvar günü Xitayning Uyğurlarga qaratqan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilganligi va Amerika hökumətinin 46 navbatlik prezidenti Joe Bidenning 20 yanvar günü qasam berib rasmiy vazifa topshirib olganligi munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib, Donald Trump hökumətinin bu jasur qaroriga rahmat etish bilan birga Sharq Turkiston xalqining Joe Biden hökumatidan kutadigan umid va orzularini ifoda qildi. Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq vətəndaşlar. Amerika hökuməti 19 yanvar günü Komünist Xitay hakimiyyətinin Şərqi Türkistanda elib beriyotgan qırğınçılığını rəsmi şəkildə irqiy qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayət deb jakalab, biz bütün Şərqi Türkistanlıqlarını, cümlədən Uyğur xalqını çəksiz hayacanğa saldı. Bu gün yalğız Uyğur xalqı üçünla tarixi bir gün bo'lib qolmasdan, belki bütün insaniyet üçün mü tarihi bir gün. 21. asırda irqiy qirg'inchilikning davom qilinmaydiganligiga berilgan aniq va keskin bir javob. Amerika hukumatining bu qarori mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarata rəhimsizlikcha elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun besilgan amaliy bir qadamdan iborat. Mushundaq yetakchilik rolini oynaydigan bir qarar başka demokratik ellerдің ve xalqaro organlarning umumyüzlük hareket etishga turtki bo'lg'isi. Bu qararning siyosiy, qonuniy ve ijtimoiy roli intayin zo'r. Bu qarar bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'q qilishga urinayotganligi, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazilayotganligi rasmiy bekitildi. Xitoyning cinayetçi salayeti muqimlashtirildi. Bu Xitoy davlatini xalqaroliq jinoiy javobgarlikka tortish nuqtasidan muhim bir qadam. Xitoy davlatiga berilgan zo'r bir zarbadan iborat. Bu qaror yana shuni isbotladiki, bugünkidek uchur davrda Uyg'urlar uchrayotgan zulmni hech kim yoshirib qololmaydi. Dunyo irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarni hargizmi yolg'iz qo'yib qo'yolmaydi. Bu karar xalqimizning milliy irodasining va kelgusiga bo'lgan umidining
yanımı küçüyüşke türtkü buludu. Bu münasebet bilen men bütün Şarkı Türkistan halkı vakaleten, bütün halkımızga vakaleten Amerika hükümetinin Uyghur meselesinde hazırgıç görsüp kelgen zor tirishchanligiga ve bu vaqtda algan cesur qarorlarga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Yo'qolish xavfiga duchor bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga sahib chiqqan Amerika Davlat Majlisining barliq a'zolariga, shundaqla bütün Amerika xalqiga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Bo'libmi, izilgan xalqimizga boshdan oxiriga chiqqan va dunyoda Uyg'urlarni qo'llash harakatining eng asosli boshlamchilarining birisiga aylangan, shundaqla yuqori qarorning elinishida halqliq rol o'ynagan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendimga alayda minnatdorligimni, shukronliklarimni bildiraman. Mike Pompeo efendimning sharafli nomi chet ellarda elib berilayotgan milliy kurash tariximizning batlaridan oltin harflar bilan o'rnag'usi. Albatta Amerika hükümetinin yuqori qarori chet eldagi barliq Uyg'ur tashkilotlarimizning, jumladan Amerikadagi siyosiy faoliyatchilarimizning, tashkilotlarimizning va keng xalq avam xalqimizning zo'r fidokorlik bilan elib berilayotgan tinimsiz kurashlarining natijasi. Bo'libmi, jasur lager shohidlarimizning bergan guvohliklari va Adrian Zans efendiga o'xshash haqqoniyatchi tadqiqotchilarning dokladlari mazkur qarorning elinishiga zo'r turtki bo'ldi. 12 ayning 23 kuni Dunyo qurultiyi boshliq 70 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti Pompeo efendimga maxsus xat avatib, Uyg'urlarga bo'layotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb tunishni iltimos qilgan edik. Hech shubhasizki, bu tarixiy kun va tarixiy vaqa chet ellarda elib berilayotgan milliy mustaqillik ko'rishimizning haqliq bir da'vo ekanligining shonliq namoyandasi sifatida her zaman cheksiz minnatdorlik tuyg'usi bilan yod etildi. Mushu fursatdan foydalanib men 20 yanvar kuni yeni prezidentlik vazifasini topshirib olgan Joe Biden efendimni ve uning yangi hukumatini qayta qizg'in tabriklayman. Shundaqla Joe Biden hukumatining xuddi Donald Trump hukumatiga o'xshash Uyg'urlar masalasida amaliy qadamlarni besishini ve Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hokimiyatiga va jinoyat sodir qilayotgan Xitoy amaldorlariga qarshi yanada kuchli jazo tadbirlarini yo'l qo'yishni, Uyg'urlar masalasida Amerikaning yanada davomli dunyodagi bayroqdarlik rolini davom qildirishni, eng muhimi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishni qo'lga keltirish uchun ciddi hareketga o'tishni umid qilaman. Joe Biden hukumatining Amerikaning dunyodagi liderlik rolini qaytadan tiklab, o'zining ittifoqdoshlari bilan birga hamkorlik asosida dunyo demokratiyasiga tahdid bo'layotgan Xitoy Kommunistik partiyasini va uning hokimiyatini irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga ciddi harakat va besim qilganligiga ishonaman. Rahmat. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 19 yanvar kuni Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligi mustabid Xitoy hokimiyatini qattiq aloqazada qildi. Bu qarorning ilinishida xalqiliq rol o'ynagan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendimni butun dunyodagi Uyg'urlar ezilgan Sharqi Turkiston xalqining eng qadrli do'sti deb bilib, uningga tabrik va minnatdorlik yog'dirayotgan bir paytda mustabid Xitoy hokimiyati 20 yanvar kunidan e'tiboran butun ishki tashqi tashviqot vositalarini umumyuzlik safarbarlikka keltirib, Mike Pompeo efendimga haqorat yog'dirishga boshladi. Mayli Xitoy hukumatining bayonotchisi bo'lsin yoki Xitoy matbuotlari bo'lsin, Xitoy kompartiyasining azaldan qo'llanib kelgan razil va iflos odati bo'yicha Mike Pompeo efendimni xuddi onasining qo'sqidan tug'ilgan kundan tortib yomon ish qilib cho'ng bo'lgan bir yalmavuz qilib ko'rsatishga tirishmoqda. 20 yanvar kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida zavolliqqa yuz tutgan paylacho Mike Pompeo cho'qim tarixning odil sotlishiga va hisob berishiga uchraydi. Uning Amerikaning davlat obraziga keltirgan ziynini to'ldirish mumkin emas. Insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikning xalqaro qonunlarda aniq izohati bor. Jongo Xinjiangda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotdi degan bu gap
Mike Pompeo o'zi o'ydirib chiqib cho'ng bir yolg'ondan iborat. Mike Pompeoning bu xil bekitishi biz uchun bir axlat qog'ozdilli iborat deb bildirildi. Undan boshqa yana yer shari vaqti gazeti qatorli Xitoyning asosli matbuotlarimi Mike Pompeo apandimning atalmish 3 jinoyati va 3 yolg'onini to'qib chiqib haqorat va tuhmatlar yog'dirish bilan birga ko'p shukrlar bo'lsinki, Donald Trump hukumatidan oxiri qutuldik. Mike Pompeoning Xinjiang masalasi haqidagi bekitishi 25 million Xinjiang xalqini o'z ichiga olgan 1 milliard 400 million Jongo xalqiga qilingan zo'r bir haqorat deb ko'rsatdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 20 yanvar qilgan so'zda Xitoy hukumatini oqlab, hozirga qadar Xitoy hukumatining maxsus atalmish Xinjiang masalasi haqida 8 oqtashlik kitob e'lon qilib, atalmish avtonom rayonlik hukumatning 23 qitim axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, chet elga Uyg'urlar masalasi haqida yetarlik izohat berganligini 2019 yili Xitoy va chet elliklardan bo'lib, jami 200 milliondan ortiq kishining Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini, 100 dan ortiq davlatning 1200 nafardan ortiq diplomati, vakillar o'miki va muxbirlarning Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Sharq Turkistonning atalmish cho'ng yaxshi vaziyati va go'zal manzarasiga opirin o'qiganligini ilgari surdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining qadrlik Mike Pompeo apandimga qaratgan yuqorqidagi hujumlari xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, siyosiy kuzatuvchilarning va chet ellarda yashayotgan barliq Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Mike Pompeo apandi bo'lsa Amerika tarixida Uyg'urlar masalasini eng ko'p ta'kidlagan yuqori darajalik amaldorlarning biri bo'lib, kuzatuvchilarning bildirishicha u tashqi ishlar ministri bo'lib vazifa o'tayotgan mezgil ichida Uyg'urlar masalasini 30 qitimga yaqin bevosita tilga olgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim bu vaqtda qilgan so'zida Sharq Turkiston xalqining eng so'yimlik va eng qadrli do'sti Mike Pompeo apandimning sharaflik nomi chet ellarda ilib berilayotgan milliy kurash tariximizning batlaridan oltin harflar bilan o'rin og'usi deb ko'rsatgan edi. Xitoy hukumati Amerika tashqi ishlar ministrligining 19 yanvar kuni Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligidan o'ch ilish maqsadida 21 yanvar kuni sobiq Donald Trump hukumatining Mike Pompeo apandim boshchiligidagi 28 nafar yuqori darajalik amaldorni jazolaydiganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq deyilgan: O'tgan bir qancha yilda Amerikadagi bir qism Jongoga qarshi siyosiy yo'llar o'zlarining siyosiy manfaati va bir taraflama qarshi va Jongoga bo'lgan o'shmanligi sababidan Jongo va Amerika xalqining manfaati uchun bir qator sarang harakatlarni planlab va ilgari surib, Jongoning ichki ishlariga og'ir aralashdi va Jongoning manfaatiga ziyon yetkazdi. Jongo xalqining hissiyotiga ziyon yetkazib, Jongo Amerika munosabatiga og'ir buzg'unchilik qildi. Jongo hukumatining davlatlik egilik huquqi, bexatar va taraqqiyot manfaatini qo'g'dash irodasi tavranmaydi. Jongo Trump hukumatidagi Pompeo qatorliq Jongoga munosabatlik masalalarda Jongoning egilik huquqiga og'ir daxli ta'riz qilishda javobgar bo'lgan 28 kishiga jazo yurgizishni qaror qildi. Bu kishilar va ularning oila taobatlarining Jongo cho'ng quruqligi, Shangang va Ominga kirishi cheklandi. Ular va ularning munosabatlik shirkatlari va tashkilotlarining Jongo bilan aloqa qilish va savdo qilishi cheklandi. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqqa qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligining tog'dek bir paket ekanligini, Mike Pompeoning faqatli o'zining insoniy majburiyatini ado qilganligini ta'kidlagan siyosiy analizchilar mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil tahdidlarining Mike Pompeo va uningga o'xshagan haqqoniyatni yoqlaydigan adolatlik insonlarning irodasini qilcha ta'virtanmaydiganligini ifoda qilishmoqda. Xitoy hukumati o'tgan yilning oxirida pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulchan Abbosni Amerikada Xitoyga qarshi uzun yillardan buyon aktiv faoliyat ilib berayotgan urug' tuqqanlardan o'ch ilish maqsadida 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan va Xitoyning bu razil qilmishi chet el matbuotlarida kuchlik inkas qo'zg'agan edi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, doktor Gulchan Abbosning Amerikadagi qizi Zibab Murat Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning 20 yanvar kuni vazifasidan ayrilish oldidagi xususiy maktubini topshirib olgan. Ma'lum bo'lishicha, bu maktub Zibab Muratning buningdan bir necha hafta ilgari yozgan xatiga qaytarilgan javob ekan. Maktubning to'liq teksti Twitter betida e'lon qilingandan keyin ko'p qitimlab ham baharlangan. Undan burunmi Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Robert o'zining Twitter betida qisqa bayonot e'lon qilib, Xitoyning bu xil qilmishini qattiq ayiblash bilan birga doktor Gulchan Abbos xonimni darhol shartsiz qo'yib berishni talab qilgan edi. Mike Pompeo bu maktubda o'zining Gulchan Abbosga, shuningdek uning bilan birga lagerlarga qamilib ketgan millionlagan Uyg'urlarga hissdoshlik qiladiganligini,
Shuningdek davomli holda Xitoy hukumatidan ularning izderikini qilib turadiganligini, Amerika hukumatining Xitoy amaldorlariga jazo berish, Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarilishdan to'sib qilish qatorliq sohalarda bo'shashmasdan kuch chiqaradiganligini bildirgan. U yana Zibo Murod va uningga o'xshagan ko'plagan shaxslarning ko'krak kerib oldiga chiqish hamda zulmni anglatishga jur'at qilishdagi ruhiga opirin o'qigan. Gulshan Abbosning farzandlari va urug' tuqqanlari o'zlarining bu maktubdan bekmi xursand bo'lganligini bildirgan. Shuningdek, yangi Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasida davomli haqiqatni yoqilishini umid qiladiganligini ta'kidlagan. Pensiyaga chiqqan meditsina doktori Gulshan Abbos xonim Xitoy doiralari tomonidan 2018 yili 10 sentyabrda g'oyib qo'yilgandan beri hech qanday izderki bo'lmay kelyotdi. Biroq o'tgan yilning oxirida uning oilasi Gulshan Abbosning 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi haqida xabar topshirib olgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.